Ulug'bek bilasizmi? Poliz ekinlari dehqonchilik bo'yicha O'zbekistonda nomer 1 bu vohaliklar hisoblanadi. Meva-cheva bog'dorchilik bo'yicha esa vodiylar hisoblanadi. To'g'ri. Mana shu fikringizga 100% qo'shilaman. Andijon nafaqat bog'dorchilik, hatto ishlab chiqarishda ham ancha rivojlangan. Mana shunday ishlab chiqarishi bor, biznesi bor akalarimiz uchun juda ham turli tuman texnikalarimiz bor. Ular bo'yicha olasiz ularga. Ular bo'yicha 40 dan ortiq Fab brendi ostida ishlab chiqariladigan texnikalarimiz, hatto maxsus texnika, bord, chassi texnikalarimiz ham bor. Ular albatta avtomanni Andijon filialiga kelib, texnikalarimizni test drive qilib, texnikalarni tanishib, narxlari bilan tanishib, batafsil ma'lumotlarni olib xarid qilishligi mumkin. Endi to'xtang, avtovan haqida ma'lumot bersak, bu avtovan umumiy rasmiy diler hisoblanadimi? To'g'ri. Rasmiy dilleri. Rasmiy diler hisoblanadi, to'g'rimi? Shunday. Yaxshi. Manzil Andijondagi xalqimiz biladi. Andijon viloyati Bo'ston dahasida joylashgan, xalq tilida bu yer g'ishxona deb nomlanadi. Mo'ljal Markaziy bankdan to'g'riga tepa yuqoriga chiqqanda Tushunarli. xohlasa. Xuddi shunaqa yangi texnikalar olish niyat yurgan sho'brakamiz bo'lsa, bemalol kelib avtovanga, Andijondagi avtovanga test drive qilib ko'rib, olsanglar bo'ladi. Bu videoni shunaqa yangi texnika olish niyat yurgan Best vodiyli sho'brakadagi yuqorib qo'yamiz.